Oyijon, aytgan ishlaringizni haliroq qilib qo'yarman. Hozir ishga shoshayotgandim. O'zi uyda ham ish qilmay qo'ydingiz. Yaxshi ham shu kichkina kelinim bor ekan. Sizni hamma ayblaringizni bekitib, meni xizmatimni qilib o'tiribdi. Mayli, sizni ishingiz muhim-ku, boravering. Hali shoshmay tur. Shu jonajon kelining, seni xizmating tugul o'zini ham eplolmaydigan qilib qo'yaman. Voy, nima qilyapsan? Nima bo'ldi senga? O'zingga-ki. Ayolingizni oldingi lecheniyadan davolanib chiqqanlarida yaxshiroq kontrol qilish kerakligini aytgan edim. Hozirgi holati oldingidan ancha yomon, hattoki o'lim holati bilan yakunlanishi ham mumkin. Bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi. O'rtoq, senga nima bo'ldi? Bunaqa joylarga kelib ichib o'tiradigan odam emas eding-ku. Tinch qo'y meni. O'zimni dardim o'zimga yetadi. Men sen yoshlikdan bilaman. Mendan sir bekitmas eding. Nima bo'ldi? Sen mening narsani gapirishga tilim bormayapti. Xalqi bo'lmaydigan narsani o'zi yo'q. Tur ketdi. Yur. Professor Xayrilla Kasimov va Toshkentdagi ofislaridan biriga xush kelibsizlar. Xavotir olmang. Professorimiz siz ayolingizga o'xshagan bemorlarni Yevropa davlatida bir hafta 10 kun ichida shifo topib sababchi bo'lgan. Mana ayolimga hech qanaqa dori yordam bermadi. Professor Xayrilla Kasimov hech qanaqa dori vositalarisiz inson ongiga ta'sir qilgan holda undan tashqari ko'p kasalliklarni davolaydi. Tushunarli. Oqsimjon, anchadan buyon so'ramay qo'ydingiz. Bu yomon illatligini meni miyamga quyishdi. Bu narsaga boshqa qaytib qaramayman. Men bu axlatingga kelsak, onangga yedirasan.